Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan shunaqa sochnik pechenyasini pishiramiz. Pishirish jarayoni juda ham oson. Agar sizlarga meni videolarim yoqgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling va meni qo'llab-quvvatlanglar. Kerakli masalliqlar: un, shakar, shedrelati margarini, vanilin, tuz, rizqlichil, tuxum oqi, tuxum sarig'i, kukuruzli kraxmal, yog', smetana. Birinchi bo'lib biz margarin bilan unni kroshka qilib olamiz. Keyin smetana, yog', tuxum oqi va shakarni aralashtirib olamiz. Va razrixlichilimizni kroshkamizga solib olamiz. Endi suyuq massamizni quruq massaga qo'shamiz va xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizni 50 grammdan o'lchab suvolatcha qilamiz va tindirishga qo'yamiz. Endi nachinka qilamiz: tvorog, smetana, tuxum oqi, shakar va vanilin bilan kukuruzni kraxmalni aralashtirib olib nachinka qilamiz. Xamirimiz tayyor. Endi un sepib olib, xamirimizni yoyamiz. Yaxshilab yoyib olamiz va ichiga qilgan nachinkamizni solamiz. Va shunaqa sposob bilan tuyib chiqamiz. Ustidan tuxum sarig'ini surib chiqib, 190 gradusda 20 minutda duxovkada pishadi. Pishgandan keyin sovutib, ustidan saxarni pudra sepib chiqamiz. Va bizda shunaqa mazali pechenyelar chiqadi. Agar sizlarga video yoqmasa, like bosing va obuna bo'ling.